kutgandik, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizga Dastur minnatdor. davomida esa reklamalarni intiqlik bilan kutayotganlar bormi? Bora. Demak, mahalla tongi dasturida reklama, undan so'ng qaytamiz. Marhamat. Ha, biz jonli efirga qaytdik. Mehmonimiz eslatib o'tamiz. Xorazm viloyati Tuproq qal'a tumani 6-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining an'anaviy xonandalik bo'yicha o'qituvchisi Inomjon aka Norboyev bo'ladilar. Assalomu alaykum yana bir Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Mahalla tongi ko'rsatuvida ko'rganimizdan juda ham xursand bo'ldik sizni. Rahmat, men ham xursand bo'ldim taklif uchun. Salomat bo'ling. Yaqinlar bilan marhamat salomlashib qo'yishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan O'zbekiston ahlimiz, muxlislarimiz, opalar, akalar, singillar. Kuningiz xayrli bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlarda diydorlashni. Salomat bo'ling. Xonandalarning ko'pchiligi menga so'z bermagan, qo'shiq ayta qolay deydi-da. Nega desa, hayajon bosadi deyshadi. Endi bugun bir amallab sizni kashf qilamiz-da endi. Bularda nafaqat xonandalik, balki pedagogik faoliyat ham bor va bu degani pedagoglar yaxshi gapira oladilar, deganlar. Hozir. Musiqa maktabidagi faoliyat, umuman olganda bugungi kundagi faoliyatingiz haqida gapirib bering. Bugungi kundagi faoliyatim o'sha Xorazm viloyati Tuproq qal'a tumani 6-son bolalar musiqa va san'at maktabida an'anaviy xonandalik bo'yicha faoliyat yuritib boraman. Bir 15 yilcha stajimiz bo'lib qoldi. Tajribali ustoz ekanda. Juda ham yaxshi. Necha yoshdan necha yoshgacha bolalar o'qishadi? Endi 5-sinfdan qabul qilamiz, 9-sinfgacha. Keyin 9-sinfda san'atga ixtisoslashgan maktablarga, kollejlarga bizdan keyin o'tishadi-da. U maktabda yo'nalishlar ham ko'p, estrada bo'yicha, milliy cholg'u yo'nalishi bo'yicha. An'anaviy xonandalik, an'anaviy sozandalik, xalq cholg'ulari bo'limi bor. Raqs va rassomchiligimiz bor. Yo'nalishlarimiz ko'p. Talab ko'proq qaysi yo'nalishga bo'lyapti endi? Talab endi hammasiga baravar desa ham bo'ladi. O'zi Xorazmning farzandlarini hammasi ham menimcha san'atga oshiqda bo'lsa kerak, to'g'rimi? Albatta. Har bitta xonadonda musiqiy sozlar bo'ladi va u yerdagi har bitta odam professional bo'lmasa ham, hattoki o'qimagan bo'lsa ham, yaxshi, mukammal holatda ijro eta oladi. Siz o'zingiz qaysi musiqiy sozlarni chalishni bilasiz? Men o'zim tor chalishni bilaman. Qashqar rubob, dutor, fortepiano chalish, doirani ham bilaman. Hammasini bilar ekanlar, deyarli. Doira haqida gap ketarkan, Xorazm san'atida doirani qizdirmaslik bor, nega? O'zi sal sovuqroq doira bo'lsa, bizni nima qo'shiqlarimizga mosroq ohang beradi-da. Shu hashulaga ham tushaveradi bu. Suvoraga ham tushaveradi. O'zi suvora uchun asosan qizdirmasdan chalishadi-da, sovuqroq. Eski ustozlarimiz Hojixon Boltayev, Kamoljon Otanazovlar sovuq doira bilan chalib qo'shiq kuylashganda. Ajoyib, qarang. Sir asrorlari bor hammasini. O'ziga xos ohanglari, o'ziga xos yo'nalishi va qarang, hattoki o'ziga xos sirlari ham bo'lar ekanda. Albatta. Musiqa darg'alarni esga olganda ustozlarni bir xotiralash kerak-da. O'tgan ustozlarni, mana boshida sizni e'lon qilganimizda O'zbekiston xalq artisti, san'at ustasi Ortiq Otajonov ijro etgan qo'shiq bilan chiqdingiz-da, to'g'rimi? Ularga baribir ixlos qo'yib san'atni boshlagan bo'lishingiz mumkin. Ustozlarni eslaylik, keling. Mayli, asosan shu yoshligimizdan shu Hojixon Boltayev, Kamoljon Otanazov, rahmatli mana Ortiq aka Otajonov, Otajon Xudoshkurov, Rahmatjon Qurbonovlarni eshitib katta bo'lganmiz. Shularga qiziqib, keyin muzika maktabiga kirib, shu san'at yo'lini tanlaganmiz-da. Bugungi kundagi yoshlarga yaratilgan sharoitlar haqida nimalar deya olasiz? Yoshlarimizga keng imkoniyatlar yaratilgan, asosan shu an'anaviy xonandalik, baxshichilik yo'nalishlari bo'yicha prezidentimiz tomonidan keng imkoniyatlar yaratilgan, sharoitlar, mana ko'rik tanlovlari yaratilgan. Foydalana olayaptilar, ular. Albatta. Mana hozirgi kunda o'sha ko'rik tanlovlarda qatnashib, laureat bo'lgan, birinchi, ikkinchi o'rinni olgan, respublikada o'rin olgan o'quvchilarimiz ham bor. 15 yillik tajribangiz bor ekan. Demak, bir nechta qaldirg'ochlarni uchirma qilgansiz-da. Hayotingiz davomida ishingiz bo'yicha. Ularda ham shunday istak bormi? Men mana shu maktabni bitirdim, kollejda institutni tamomladim, ana endi musiqa maktabiga kelib o'qituvchilik qilaman deyotganlar ham bormi birgalikda? Albatta. Bu paytda sizga o'quvchi endi hamkasb bo'lganlar bormi? Shogirdlar, shogirdlar. Albatta bor. Birinchi qaldirg'ochlarimizdan mana Husniddin Hasanov degan bitta shogirdim bor. kollejni, institutni tugatib, birga biz bilan faoliyat olib boryapti, biz bilan ishlayapti.
Judayam yaxshi. Maktabdagi faoliyatdan vaqt topib, ijodga ham vaqt topyapsiz, to'g'rimi? Mualliflik qo'shiqlaringiz bor, qolaversa bitta qo'shig'ingiz haqida bizda bir savol tug'ildi. Ko'pchilik sevgi, muhabbat, mehr haqida, ona vatan haqida kuylaydi, o'z qishlog'i, o'z tumani haqida, hududi haqida juda kamdan kamda. Sizda mana shunday repertuaringizda bor ekan. Tuproq qal'a tumani haqida qo'shig'ingiz bor ekan. Mana shu qo'shiqni yaralishi haqida biroz gaplashaylik. Muallifi kim? She'r muallifi, bastakori kim? Qo'shiqqa kelsak, albatta shu baribir biz har bir ijodkor, san'atkor shu vatan haqida kuylashni xohlaydi, baribir shu vatanning farzandimiz. Albatta. Baribir shu yerda ijod qilib yashab turibmiz. Shundan ilhomlanib mana O'zbekiston haqida, tumanlar haqida, viloyatlar haqida qo'shiqlar bor. Samarqand, Toshkent degan ustozlar kuylagan qo'shiqlar bor. Shunga ilhomlanib biz ham shu tumanimiz haqida bitta qo'shiq qilishim kerak. Vatan ichra vatanni madh etay dedingiz. Shuni ham bir ijod qilishim kerak deb o'ylab yurardim. Keyin bu amalga oshib qoldi. Ustozimiz Bektam Davletov so'zi bilan Tuproq qal'a degan qo'shiqimizni so'zini yozib berdilar. Musiqiy sayqalni Temurbek Davletov yozib bastalab berdilar. Hozir tayyor bo'lib qoldi shu qo'shig'imiz, xudo xohlasa. Hozir tayyor va bizda ijro etiladi. Albatta, albatta. Mualliflik qo'shiq. Albatta bu qo'shiqni tinglash imkoniga ega bo'lamiz. Bir necha daqiqalardan so'ng rejissyorimiz bizga ishora berishadi. Qo'shiq eshitaylik degan paytda ana shu qo'shiqqa ixtiyor beramiz. Bir savol tug'iladi-da, Inomjon Norboyevni ijtimoiy tarmoqlarda, telekanallarda ko'p ko'rmaymiz. Vaqt topa olmaydilarmi yoki nega kam namoz ijtimoiy tarmoqlarda ham? Endi qo'ldan kelgancha bir tarafda endi xalq xizmatlari, bir tarafda shu o'quvchilar bilan dars jarayoni. O'shanga sal imkon bo'lgan paytda chiqib turamiz. Biz ijtimoiy tarmoqlarga. Tan olishimiz kerak, davr talabi ijtimoiy tarmoqlar ham juda ham avj olyapti. Shunday ekan, tez mahalla tongi dasturiga kelib turing. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinish berib turing. Chunki xonishingizni eshitib, ovozingizni eshitib juda yaxshi ekan deb muhokama qildik-da, o'zimiz baho berdik qo'ldan kelgancha-da. Aynan sahna san'at sizniki. Va ana shu yuqorida ta'kidlab o'tgan chiroyli qo'shiqqa ixtiyor beramiz. Bitta qo'shiq emas, chiroyli bir qo'shiq, undan so'ng sho'xchan qo'shiq ham bor. Undan avval esa bu qarindoshlar, yaqinlar, ustozlar, shogirdlar ko'rishyapti. Tilaklar bo'lsa marhamat. Avvalambor shu nima deymiz, o'zimiz ishlab faoliyat yuritib kelayotgan kollektivimizga salom aytaman. O'rinbek akamiz, O'rinboyev rahbarligida faoliyat yuritib boryapmiz. Zavishimiz, Yuliya opamiz, keyin qolaversa ustozim Sodiqjon Ochilov, Shuhrat Otajonov, qolaversa shu o'zim, oilam, aka-ukalarim, yaqinlarga salom yo'llaymiz. Ertalabdan kunlari xayrli bo'lsin, barakalla bo'lsin. Salomat bo'ling, ijodingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Salomat bo'ling. Do'stlar, demak, Inomjon Norboyev ijrosidagi chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligiga ixtiyor beramiz. Sahnaga taklif etamiz mamnuniyat bilan. Salomat bo'ling. Marhamat. Toprak kanağa deberesiz güllep gidip dağa. Görün gep indi toprak kanağa deberesiz yaşlap gidip dağa. Bağlarını bizer alma üzümler, atızları dolu şalı buğdaya. Evci alıpla bar yadır zor kuruluş, çıray koşup yine hem bu çıraya. Sarmayı habitnay kaşarlavı, sayapırın danım illa kalasız. Birle ötken cevap çok il bilen, söhbet kurup şundin rahat alasız. Söhbet kurup birdem rahat alasız. Hep görün gep indi toprak kanağa.
Keldimmi deyman o'zimni o'zime Gap ko'ring gap indi to'proq qalaga Debarasiz gullab ketibdi ağa Gap ko'ring gap indi to'proq qalaga Debarasiz yashnab ketibdi ağa Saçlarını yayıp şu kız geledi Lebi bal yüzleri kırmızı geledi Saçlarını yayıp şu kız geledi Lebi bal yüzleri kırmızı geledi Gece gündüz gözüm giryan yoluna Bağcalıp da aydan rengi ruyuna Gece gündüz gözüm giryan yoluna Bağcalıp da aydan rengi ruyuna Finalanı koyup lupu koluna Köylümlü dağlara şu kız geledi Finalanı yapıp lupu koluna Köylümlü dağlara şu kız geledi Saçlarını yayıp şu kız geledi Lebi bal yüzleri kırmızı geledi Saçlarını yayıp şu kız geledi Lebi bal yüzleri kırmızı geledi Tüllü güllü altın kemer belinde Hak sedefli hiva tutar elinde Şu kız seni bağlı fakat lebinde Lebimni bağlayan şu kız geledi Şu kız seni bağlı fakat lebinde Lebimni bağlayan şu kız geledi Saçlarını yayıp şu kız geledi Lebi bal yüzleri kırmızı geledi Saçlarını yayıp şu kız geledi Lebi bal yüzleri kırmızı geledi Saçlarını yayıp şu kız geledi Lebi bal yüzleri kırmızı geledi Saçlarını yayıp şu kız geledi Lebi bal yüzleri kırmızı geledi Hay yashang, Rahmat. salomat bo'ling. Inomjon Norboyev minnatdorlik bildiramiz. Jo'shqin kayfiyat uchun, taronalar uchun salomat bo'ling. Jodiy Barkamollik